To'g'rilab oldik. Eshikni ham telefonda olamiz. Bolalar aytgancha bizning maktabimizga yangi o'quvchi keldi. Uni kelyapti. Uni ismi Muhiddin ekan. Men uyimda bobol nega hamma narsangda olgansan desalaring, uyimda nomer yo'qligi uchun olgan. Bugun maktabga bormiz, uchun bugun yakshanba. Muhiddin qandaysan? Qanday? Seni uying bormi? Ha. Mana uyda ikkalamiz yashaymiz. Meni uyimda ham qo'ygan Melisa. Xo'p. Qasimda. Mana uyda yashaymiz. Ijara haqqini to'laymi? Ijara haqqini ikkalamiz to'layveramiz. Pulim bor ozgina. Sandiq Mettagilarni olib tashlayman bolalar. Stol kerak emas, biz choy ichaman. Birga boramiz maktabga. Bugun yakshanba. Kompyutermi? Mana bu yerda ikkalamiz kompyuter o'ynaymiz. Joyim to'la ekan bolalar. Shu mana omborxona qilib olamiz, sandiq qo'yaymi deb. Mana men maktablayman. Istak. Qo'ldan uni yerda tashlab turaydi endi. Kerak emas, biz restakda olib qo'yamiz. Hozir yer olinmaydi. Sandiq qo'ymaydi. To'xta, men kerak emas narsalarni solib tashlayman. Kirkanda bo'pti. Kirkamda ana arqamizdagi sandiqda. Buni ham solib qo'y, arqadan olaverman. Chang ketgan kitobim. Yangi kitob bermaydi, faqat bitta kitob to'lamiz. Kech bo'ldimi? Yomg'ir yog'yapti. Ovqat yo'lay. Qorning ochmi? Tarvuzimiz birga mazza qilib. Pishirib ol. Vestagim bormi? Vestag anaqada. Jitillarga birga to'li. Qochibdi. Jitillar chiqishi nima? Bet merdo emasmidi? Merano qishloqda yashaydi endi. Bet endi men bilan Muhiddin bo'ladi. Biz qayerda yashaymiz? Bo'laveringlar, bu qishloqda odam to'la. Biz borishga noto'g'rimiz. Noto'g'ri turyo qali. Hamma 4 kishi bo'lib kelgansanlar. Qishloqqa damlama kerakmi? Damlama deb turmaysanmi? Damlama bugun tayyorlamayapman. Shuncha yomg'ir yog'ib ko'chadan narsalarni olib kelishga odam yo'q. Bo'pti, yo'qolishay. Biz uxlaymiz. Uxlaymiz. Kech bo'lib qopti, ertaga maktabga borish kerak. Kiyiminggacha uxlamaysanmi? Maktab formadaman men aytgancha. Maktab formangni yechib qo'y. Maktab formangni Sandiqqa qo'ydim. Maktab formamni sandiqqa solib qo'yay. Uxlaylik tez yur. Uxladingmi? Uxlab bo'lmayaptimi? Hali kech qolib bo'lmabdi. Ertaga aylanib kelamiz. Mahallada qishloqlar gapiryapti. O'tir. Qishloqlar nima deysanlar? Yomon sanlar. Senlar yomonsanlar. Bolalar, videomiz kam bo'lib qolishi uchun bugun maktabga borishimiz kerak.
Bolalar video ikkinchi qismi, uchinchi qismi chiqishi uchun like bosinglar.